Diqqat. Hikmat, agar bir kishini atrofida solih, oliyjanob insonlar ko'p bo'lsa, agar bir insonni atrofida oliyjanob kishilar ko'p bo'lsa, bu unga berilgan Allohning in'omi, ikromi. Atrofingizdagi odamlarga qarang. Kimlar? Oliyjanob, pokiza, iymonli, taqvodor kishilarmi? Demak, mana shunday holda turganligingiz Allohning sizga bergan in'omi, Allohning ikromi. Ayrim kishilar bo'ladi, ularda atrofida faqat ablah, pastkash insonlar bo'ladi. Chunki bu inson mana shunday ablahlar orasida yurishlikka loyiq. Chunki mana shularning ichida o'rganib qolgan. Shularning majlisidan ajra olmaydi. Pokiza majlisga borib qo'shila olmaydi. Alloh taoloning huzurida martabang qanchalar baland bo'lsa, sening yoningdagi insonlar oliyjanob, solih kishilar bo'ladi. Diqqat, hikmat. Alloh taoloning huzurida martabang qanchalar baland bo'lsa, sening yoningdagi insonlar oliyjanob, solih kishilar bo'ladi. Agar martabang qanchalik past bo'lsa, atrofingdagi kishilar pastkash, ablah kishilar bo'ladi. Sen menga do'sting kimligini ayt, men senga seni kimligini aytib beraman. Shunaqa maqol bormidi? Atrofimizni qaraylik-chi. Yaxshi odamlar bo'lsa, bu Allohning in'omi. Demak, biz Alloh taoloni mana shunday bandalari orasida turishlikka loyiqmiz. Agar ablah, pastkash insonlar bo'layotgan bo'lsa, demak, mana shularga loyiqmiz.